orqasida vashcha katta tog'lar bor ekan, u kichkina tog'larni orqasida. G'alati ekanmi? O'zlari yasab qo'yganmi? Ha, tuzilib. Miyanda shosona. Yo, miyadan degan yo'q. O'rtasida qorli tog'ni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Shu dahshatliga. Telefonda chiqmayapti u. Mutta tepasiga. Ha. Xo'jobod kelgan degan Nijonni Xo'jobod. Xo'jobod, bizni kutib ol. Ama bular bo'lmas gap gapirmaylar, videoni YouTube'ga qo'yaman. Kentdagi mashhur bo'lib ketdim deb yurmaylar bunaqa. Sardor amakinga o'xshab. Azorlama. Hali shak ko'taraylikmiz. Ha. O'chirib tashlay deb chiqmanglar keyin meni yonimga. Ajib, ko'ymaymi ekan tog'lar? Yetib olganidan keyin toqqa chiqaman deb tag'in yerga tumalab o'yin ko'rsatmagan ona. Chiqib keyin bunaqa yugurib tushmaydi. Ha. Oyog'ingni yerga urib tag'in. Toqqa qaytib yugurmaysan-da. O'zing nimaga ketasan-da o'sha yerda. Betda uzoq qolmaymiz lekin, tag'in qolamiz bo'lmaydi. Kamera chorraha 60. Xo'jobod markazi bo'lsa kerak bu. Kamera chorraha 60. Hozircha sen bormikan bu yerda? Behruzbek, esingda tursin, qaytishda mana shu do'konlarda bo'lsa kerak senga kiyimlarga. Qaytishdami? Ha, qaytishda olamiz. Mana shu do'konlar bekarga bitta ko'p do'kon emasdir. Shu yerda bozorcha ham bo'lsa kerak shu yerda. Shu qarachmi oraliqlarda bozorcha bormi ekan? Bozor ekan-da mana shu. Ha, vallahi işte olamiz. Betga qo'yish mumkin emas shekilli, men sizlarga yo'l to'sib o'tibman. Kim? O'tog'lar. Ha. Ko'rinmay qoldi. Yaqinlashdim. To'qqiz. Shuna bo'ldi shekilli. Xursandmi bittadan bilasan shuna gaplarni? Aytib olmasang ham bilarkansan-da. Geografiyani o'qib o'rgan bo'laman, ko'z qo'lim. Geografiyani azimutnimi? Azimut. Ha. Nima bo'yichami? Ya O'zbekiston bo'yicha. Yo, 7 ta materik. 7 ta materik bor, qaysi? Hali O'rta Osiyo, O'rta Osiyo. Afrika, Hop, Amerika, hop, hali Antarktida, hop. keyin Arksiya, Hop. Bunu Avstraliyachi. hali Amerika deydi-ku. Endi Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika. O'rta Osiyo deydi, bu birinchi. Ha, O'rta Osiyo. Osiyo bo'ladi. Yevrosiyo. Qit'a nechta qit'a? 7 ta. 7 ta. Qaysi? Yevropa materikmi, qit'ami? Ama yozyapti ovozlarni, qaranglar. Bu bittasi bu bolalarni bittasi 4-sinf. Ko'p gapiradigan, ovoz eshitilmayotgan. Bittasi 7-sinf, bittasi 8-sinf. Bu degani 15 kundan keyin bittasi 5-sinf, bittasi 8, bittasi 9 bo'ladi degani.
7 materik, 7 qita bor deyapti. Xalq ko'ringlar bularni. Maktabga bormasdan qochib yurganlardi. Dushanbaga maktabga bordingmi? Ya bo'pti, seni mahallang bor. Mira bor. Mehruzbekda ham mahallasi bor. Sonmay chiq sonda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Azimutda aytmadingki Oqshonbek? Azimut. Ha. Azimut. Bilmaysanmi? Qishloqda to'y bo'lsa, uni Azim tog'ang bor, taniysanmi Azimjonni? Yo'q. Bor-ku, hatto endi uni Azimjon. Ha. To'y bo'lsa, ne Azimjon kirib kelsa, Azim o't deydi, o'sha Azim. Deb to'y tarafni ko'rsatib, Azim o't deydi, o'sha taraf Azimut bo'ladi. Bildingmi? Ha. Sen bilasanmi? Azimutda nima ekan? İyi, 6 materik bor bo'lardi biz davrimizda. Sizlar davrimizda 7 tadan bo'lib qoldimi? Tog'a, Ha. oldinchi sayyoralar 9 ta edi, hozir 8 ta. Hozir juda ko'p sayyora bor. Ha. Bizning mahallada ham bor, Eldor Makinda senisi bor sayyora. O haligi Siyosat sayyora degan. hali sayyora jahon degan artist qiz bor mahalla qishloqda. Taniysanmi? Ko'pchilik aslında. Bitta video chiqdi-yu. Somon yo'li bor-ku. Ashundalardan tashkil qilgan sayyora ham bor ekanda. Sayyoralardan tashkil topgan shu Somon yo'lini. O'shada shu somon yo'li bor ekan. Somon yo'lini Shular tashkil topgan. kichkina shunaqalarda ko'p ekanda. Somon yo'llari ham ko'p ekanda. Somon yo'li ko'p emas, Somon yo'li bitta. Yo'q, Ha. yo'llar ko'p. Somon yo'li aslida bitta. Aha. Bu yulduzlardan tashkil. Ha. Yulduzlar sayyoralardan tashkil. Mana eshityapsanmi? 4-sinf bola senga nima qilib Yo'q, o'rgatib videoda turibdi? somon yo'llari ham ko'p. Somon yo'llari emas. Somon yo'llari emas, galaktikalar shu. O'sha galaktik. O'sha emas-da. Somon. O'sha emas. Sen nimaga darsga bormading bugun? Mana shuni geografiya bor edi. shuni ta'siri bilinyapti-da. O'qimayapti. Mabodo Husanboyda geografiya o'qituvchisi bizni ko'rib turgan bo'lsa, kuzatib turgan bo'lsa, mana dars bo'lib ketmasin deb yo'lda dars o'tib ketyapmiz unga Husanboyga. Chala o'tgan ekansiz, shularni to'g'rilab qo'yyapmiz. Nechta bilmasa qo'yaverasiz shunga. Ha, bahoni o'zi topa olmasin. Yaxshi javob beryapti. Yaxshi javob berganing yo'q. Kecha videoda ko'rdim. Bitta odam adashibdi. Bitta materik bor. 7 ta. O'shaning uchun videodan ko'rmaslik kerak-da. Kitobdan o'qish kerak. 6 ta materik bor, 6 ta qita bor. Kengligini bilardim. Kengligi nimani hisobiga? Kengligi chunki Janubiy bilan Shimoliy Amerikani bittasida bittaga oladi. Qaysisida? Yevropani ikkitaga oladi. Qaysisida? Qit'ada. Qaysi? Janubiy Amerika bilan Qit'ada Shimoliy Amerika. bittaga oladi. Amerikalardiki Yevropani alohida oladi. Materikda Yevrosiyo bitta oladi, Janubiy bilan Shimoliy Amerika alohida. Menimcha. Kunga qisqarsa. Mana yuraveramizmi ekan? Sizlarga yo'qligiga. Nargiz to'g'ridan Qizilda o'tib ketgan. Yo'l chatar ekanmi? Mazax ketib turibdi kesiz. Oy. Yo'q. O'ngga burilamiz ekan yana. Chapga emasmi? Bu o'ng-ku. Ha, o'g'lim yo'lda o'zi. Ay, yo'l Ko'rsatadi. yo'l burilish emas, yo'lni o'zi o'ngga burilar
ekan, sal o'ngga qaylarga, keyin boltib chapga burilib ketar ekanmiz. 5600 metrdan. Ha, metr. 5600 so'm deganing yaxshi. Yevrosiyo nima u? Materik nuqtami? Materik. Ha? Bittasi Materik. materik deyapti. Ikkalasi. Oshqovoq ekansizlar-ku. Materik. Yevrosiyo materik. Ikkidan o'qiganman, men tomlanman. Nima? Tomlanga paxtalik qilmaganda. Tomlan bor. Hammaning tomlasi bor. Yevrosiyo materik, Yevropa qit'asi bor, Osiyo qit'asi bor alohida. Janubiy Amerika bilan Shimoliy Amerika alohida qit'a. Alohida materik hisoblanadi. Bitta qit'a hisoblanadi ikkalasi. O'shani hisobiga 6 ta unisi, 6 ta bunisi bo'ladi. Tushundingizmi? Kundaliklarni olib kelsalaring, ikkilaringni qo'yib beraman. Menga o'n qo'yasiz. O, Qarang. Katta mashinada. nima mashinada? Katta mashinada. Ha. Og'ir mashinada. O'sha nomerni tepasiga yozib oladi, katta. Ha. Endi avtobus tagidagi nomeriga qarang, ustidagi nomeriga. Hop. Yo'q, o'sha ekan. Ha. Nima? Shoxi bor. Yana Nimaga shoxi bo'lishi kerak? 60 bo'lsa. hammada 40. Ha? Hammada 40 emas. Mana 60 damas kelyapti, qara. 60, orqasidan Nexia 60, orqasidan Nexia 60, orqasidan Damas 60, Cobalt 60. 40 Shunaqa bo'lsa qarab qo'llar mana xudo. 40 ta yurgan bo'lsa, o'shani shoxi bor hozir. Demak bizda shoh. Biz Andijonda yuribmiz-ku. Og'ir, Toshkent go'shti o'qibman. 35 ming ekan go'shti olib keldim. Ketib ketardik. Ketishdi. Har kuni olib ketaverardik 35 ming. Geografiya o'qigansiz. Ha. Estoniyani poytaxti qaysi? Nima? Estoniya poytaxti. Estoniya davlatmi? Ya. Oy. T'dan ketadi, T'dan. Nima? T'dan ketadi. Toshkent. Taimi. Tallinn. Topdingmi? Shunaqasi kerak. Tallinn. Pekin. Xitoyda poytaxt kerak. Pekin. Ispaniya poytaxti. Ispaniya poytaxti Madrid. Real Madrid bunaqa. Hozir Barselonada borardi bular. Barselona biz bo'lganda. Madrid. Hozir bitta bersam. Bitta futbol muxlislar o'zi yo'q. Xavotirroq. Ko'rmaydigan muxlislarmi? Ha. Atigi 10 kilometr. Ha, xohlasa tinja qol. Faqat bu bizni manzil emasda. Bitta jindaylanib turib biz nimaga ketamiz? Jiddiy. Xonobodga ketamiz. Bittagina o'sha yarim. Xonobodgacha qancha bor yani? 30. Ha, bu 30 kilometr bo'lsa kerak. Italiyan poytaxti qayt. Italiyani kirgan. Bu yomg'irlar. Kamera 30. Madagaskar poytaxti qayt. Madagaskar oroliga. Madagaskar. Topolmaysizlar tushganda. Madagaskar. Madagaskar poytaxti yo'q. Bor nima yo'q? Ha? Hali Madagaskar Afrika. Tezlikni pasaytiring. Ha, Afrika. Alohida. Uni yo'q bo'lgan ehtimoli ham bor ekan. Nima? Yo'q. Nima? Hech qanaqa unaqa ehtimollik yo'q.
yarim orolmi farqi bor? Yarim orolda 3 tarafi dengiz bo'ladi. Ha. Orolda hamma tarafi. Madagaskarni poytaxtini aytmadingmi shunaqa qilib? Uzun bir nimada. Mana geografiya o'qiganlar bor. Bilmayman. Geografiya o'qiganlar bor bitta. Geografiya domlam 5 qo'yib beradi deb turganlar bor bitta. Istoramizda. Men domlab qandaga 5 qo'yib berayotgan domlardi. Ondan 5 qo'yib beradi. Sammaga 2 bo'lgan. Sizlar yangi donlar ustimiz. Maltani poytaxtiga Maltani. Davlatlar hop. Madagaskar'daki Antananarivo. Ha? Neredeyiz? Antananarivo. Antananarivo. Bormaganmisizlar? Sizga u hali Afrika oldaligi, ana o'tishimdan naqalini dunyo xolos. Ha, bo'linib ketganini aytmaganmisizlarga? Bo'ldi ketgan deysiz. YouTube'da canım hamma davlat nomini aytib turib, uni poytaxtni ham aytadi-yu. Ha. O'shanga вообще ishonaman, yo'qda aytyapti. Nimaga aytayman? Nimaga? Notebook bormi? Ha. Notebookda hammasini yozadi-da, deb qo'yib qo'yadi, oldagi bromasterni o'tkazib turaveradi, o'qib aytadi. Ishonavrik. Ishonmang. Ular yolg'onchi. Meni sağ so'rayapti. Yo'q, ochmayman deb bekitib qo'ydim bu yerda. Mashina tutib yo'q qo'ysangiz buni amir qancha ekan. Ha, shunaqa qilib qo'ygan bo'lsa. De qaranglarchi, havo shari ko'rinyapti. Mana shu havo sharini ko'rganga ketyapmiz. Choy. Qimmat ekanda uchamiz 300 ming dedi-yu. Zarini 300 ming. Birintasi uchib qolsa o'shani rasmga olamiz. O'zimiz ishda. Ha bo'lmasa, Muhammadjon chiqarib tushirib yuboramiz, ketib boramiz. Kechira tog'a buni siz aytdingiz. Kechira mana. Oh. Ashta sakraveramiz. To'g'ri mashinani tomiga tushirsa. O'tda zavod bor ekan. Ha, nima shekilli, sement zavod shekilli. Chodakka borganda anaqangi kirka topib keladi. Kirka? Yo, kilkami? Ha? Kirkami? Ha. Hali kesa bo'yaydiganmi? Ha. Kim topib keluvdi? Nima topib keluvdi? Sardor tog'a olib ketaman degan o'zicha. Kelganda Sardor tog'a ketayotgan mashinani bittagi o'shani to'g'ri tushib turdi. Uni qo'limdan tushib ketdi. Tepadan pastga cho'g' chiqqan. Birinchi nasi cho'chqami birinchisi boqar shekilli. Kattaroq mol boqadimi? Balki o'qib tashlagandir. O'g'itda sen shunaqa chiqarib desammi? Mineral. Balki Qashta hozirda. nimaga? Просто parklarga borib ketdik. Ja, tog' yaxshi. Tog' yaxshi-da, eng pastda uradi. Endi yomonlama. Siz ekan, ayam Yomonlama. ayamni tilga olgan. Videoni ko'rib qolsa, videoni ko'rsa biladi kim yomonlaganligini. Sen yomonlayapsan-ku. Sonmayman maktabing bitta ekan. O'zgacha maktab, ha? 8dan 2ta katta farqi yo'q. Ikkini yaqindan boramiz. Qo'yg'olang. Turizm mamlakatni tanitib oladigan vositalardan biridir.
o'qidingiz? Turizm bo'yicha. Uncha tez o'qidingiz? Tez o'qimadim, sekin o'qidim. Misrda bitta bola bor-da. Har bitta so'zchi masalan ia nola, noon. Na o'qish kerak emas o'zi. Non deyish kerak. Birinchi sinfda shuni o'qiysizlarmi? Ona Yo, biz birinchi sinfda bo'g'ilab o'qiymiz. o'shada masalan ona bo'lsa deb 3-4 marta qaytarib olib ichlarida on keyin ani o'qib ona deb qo'yasizlar keyin ona ana non. Husanboy hali ham shuni o'qiysanmi? Qanaqa? Ona ana non deb. Yo'q. Nima qilyapsan bo'lmasa? Yozdi deyapti. Nima deyapti bu? Mana qo'shiq aytyapti. Yozmaymi? Nima qo'shiq aytyapti? 008 007. Nima qo'shiq aytyapti? Siz mehriban. Biz mehribon ailamiz, biz mehribon ailamiz deya ashula aytyaptimi? Mehribonlik saodatdir, mehribonlik saodat. Qabristonni qizg'alloq bo'lib ketibdi. Mashkin belotgacha. Beki kelmaganmi? Chodakdagi yo'l chap tarafida qabristonga o'xshaydi. Mana shu qabriston izlayapti. Mashqlar bumda, o'rtog'im uyda borman. Ay, bu o'rtog'ini Andijonda tarafida u. Aytdim-ku, burilgan joyimizda faqat burilmasdan qarab ketgan. Mashinadan qaytsak ham bo'laveradi shekilli, ammo Husanboyda oxir maktabga tashlaymizda. Qaytishda ham shuncha maktab qo'yib keladi. O'sha hozir qaytishda oldinga o'tib olasan. Bekjan taksi ekan. Toshota mahalla fuqarolari yig'ini. Shu yig'ilib Chetda yig'inlar ekan. Hozir tayyorlar ekanmiz mashinadan. Shota. Istamas ekan biz. Mollarga qiziq voqeasida ketib olmak. Chetda katta trafik bor ekan. Kilometr. Nima deysan Muhammadjon? Ha? Yuz metrdan keyin nima? 400 metrdan keyin Yana maktab bor shekilli bu yerda. Husanboy. maktab. Davay, ana botanika bog'lari ham bor ekan. Botanika bog'mi ekan? Namunalar qo'ydilar. Bashika ketib qoldik-ku, topolamiz bu qaytishda. Ko'sht markazi. Imom-Otaga ketyapmiz. Ha, Imom-Ota ziyoratgohi ekan. Yaxshi o'shga kirib. Imom-Otaga bormayman. Ular tomida o'simlik. Yetib kelib qolibmiz. Tom chetida dam olib keyin qaytamiz. Maltani poytaxtini aytmadilar, keyin narsalar. Keyin ellab
Tağdı qarang. İmom Ota turizm qishlog'i. Suv. Boshqa joyda so'rayman bo'lmasa, sizlar biladigan joylardan Bilekan deydik, bilekan top tashlaymiz. 2 minutda boramiz. ishlar to'g'laylik degan. Yo'q, bunlar. Yo'li tutar ekan. Toqqa chiqamiz. Juda pastga chiqmaymiz. O'tgacha chiqik. Hozir Nima tosh kelguncha? boradigan joyimiz ham shunaqa adab joy, shu yerda chiqaveramiz. Boshni sizga tegmay qoldi. Yana chiqqan kelmaydi. Toqqa borib, oraqda ichib, buyani ichib tumanlab yotishga borish kerak emas odam. Chiqib, tog'lar tepalariga aylanib, tushib, chiqib, toza havodan nafas olishga borish kerak. Sizlar unaqa bola bo'lmanglar. Tushundingmi? Tubing Summer. Nima ekan Tubing Summer? Premium villa. Keldik mana ziyoratgohiga. Shundalarga tushib to'palang qilib, haligi kechilarga tushaman, nima qilaman deb to'palang qilish yo'q. Bo'ptimi? O tepada kanatkalar ham bor ekan. Yo'q, issiq juda o'zbek. Birinchi ziyoratgohiga kirib chiqaylik. Ha? Ko'rib. Ziyorat qilib chiqaylik. Mana shu yerda ekanmi? Parking. Ya bak açınca gideriz de. Ya